Kechir qalbim. Ey qalbim. Sen bilan necha yildan beri birgamiz. Yaxshi kunlarimda va yomon kunlarimda doim yonimda bo'lding. Bugun seni qiynab qo'ydimmi? Bugun kulmay qo'ydingmi qalbim? Men sabab bo'ldimmi? Chidolmadingmi oxiri? Ey qalbim, nega gapirsam bu safar ovoz bermayapsan? Nega savollarimga javob bermayapsan ey qalbim? O'lib qolmadingmi? O'lib qolma ey qalbim. Ertaga Robbim seni uvoling haqida mendan so'rsa qanday javob beraman? Seni ko'p og'ritdim. Odamlarga ishonib, ularga mehr berib, ularga ko'ngil qo'yib, senga ko'p ozor berdim ey qalbim, kechir. Men ham ularni qanday ekanligini bilmagandim. Ularni qanday ekanligini bilganimda senga anchagina ozor yetgan edi ey qalbim, kechir. Va'da beraman, endi hech kimni senga yaqinlashtirmayman. Sen bilan birgalikda to umrimning oxirigacha birga ketaman ey qalbim. Endi ikkimiz bo'lamiz. Endi senga hech kimni ismini kiritishni xohlamayman ey qalbim. Faqat o'lib qolmagin, savollarimga javob ber